O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni so'nggi yo'lga kuzatish uchun Samarqand shahriga bir qator xorijiy davlatlar va xalqaro tashkilotlarning rahbarlari va vakillari tashrif buyurmoqdalar. Jumladan, Rossiya Federatsiyasi hukumati raisi Dmitriy Medvedev, Turkmaniston Respublikasi prezidenti Gurbanguli Berdimuhamedov, Tojikiston Respublikasi prezidenti Emomali Rahmon, Afg'oniston Islom Respublikasi prezidenti Ashraf G'ani, Qozog'iston Respublikasi bosh vaziri Karim Masimov, Qirg'iziston Respublikasi bosh vaziri Soronbay Jeenbekov, Gruziya bosh vaziri Georgiy Kvirikashvili, Eron Islom Respublikasi tashqi ishlar vaziri Muhammad Javad Zarif, Birlashgan Arab Amirliklari davlat vaziri Rashid bin Ahmad bin Fahad, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Tashkiloti ijroiya kotibi Sergey Lebedev va boshqa qatori yuqori martabali xorijiy davlatlar vakillarining kelishi davom etmoqda. Xalq mehri, el yurt e'tiborini qozonish, uning yuksak ishonchiga sazovor bo'lib yashash bu dunyoda eng oliy saodatdir. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov bu haqiqatni doimo o'z hayoti va faoliyatining ma'no mazmuni deb bildi. Har qanday sharoitda ham vatanimiz, millatimiz sha'ni, uning manfaatlarini himoya qilib, O'zbek nomini, O'zbekiston nomini butun dunyoga tarannum etdi. Mamlakatimizni jahondagi rivojlangan demokratik davlatlar qatoriga olib chiqish, xalqimizning turmush farovonligini oshirish, vatanimizning xalqaro maydondagi obro' e'tiborini yuksaltirish yo'lida umrining so'nggi kunlariga qadar o'zini ayamasdan mehnat qilib, barchamiz uchun buyuk ibrat maktabini yaratib ketdi. El yurtimiz boshiga beqiyos yo'qotish tushgan mana shu iztirobli damlarda nafaqat Samarqand, balki butun mamlakatimizning barcha viloyat, shahar va qishloqlaridan o'zining buyuk yurtboshisini so'nggi yo'lga kuzatish uchun yetib kelgan minglab odamlar Azim Registon maydonidagi Tillakori masjidida jam bo'ldilar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. Diniy ulamolar, keng jamoatchilik, Samarqand ahli, xorijiy mamlakatlarning rahbarlari va vakillari ishtirokida janoza marosimi o'tkazildi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Assalomu alaykum aziz mo'min musulmonlar, aziz birodarlar, yoru do'stlar. Bugun O'zbekiston aholisi juda ham og'ir judolikka uchradi. El u xalqini, diyorni to'g'ri yo'ldan boshlab borayotgan, yurtini obod qilgan, elini farovon qilgan o'zining yurtboshisidan ajrab qoldi. Bugun barcha O'zbekiston xalqi qayg'uda turganimiz muhtaram prezidentimizni, yurtboshimizni Alloh o'zining huzuriga oldi. Hijriy qamariy hisob bilan 80 yoshlariga yetib, mana shunday yorug' dunyoni, mana shunday xalqini, elini, vatanini, diyorini, qavmi qarindosh oilalarini qoldirib, Allohning huzuriga qaytmas safarga chiqdi. Endi didor qiyomatda bo'ladi. Xayrukum
man tola umruhu va hasuna amaluhu. Hazrat payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning hadislari sizlarning oralaringizdagi eng yaxshilaringiz umri uzoq bo'lib solih amallarni qilganlaringiz bo'ladi deb marhamat qilgan edilar. Muhtaram prezidentimiz o'zlarining manfaatidan xalqining, elining, diyorining manfaatini ustun qo'ydilar. O'zlarini xatarga qo'yib bo'lsa-da, xalqini, elini himoya qildilar. Bugun vidolashuv soatida bu joyda yig'ilib turibmiz. Inson har qancha ulug' ishlarni qilsa, yaxshilik ishlarni qilsa, Alloh taboraka va taolo bu dunyoda ham, oxiratda ham martabasini ko'taradi. Shuning uchun azizlar, mana bu joyga yig'ilib turganimizda hammamiz ixlos bilan, mana mehmonlarimiz, o'zimiz hammamiz bir duo qilaylikki, Parvardigoro, muhtaram prezidentimizni o'zingning huzuringa xo'p xayrlik ishlarni, xalq va eliga, diyoriga xizmatlarni qildirib, yorug' yuz bilan huzuringa olding. Parvardigor, barcha qilgan xayrlik amallarini o'zlariga hamroh qilgin. Boradigan joylarini ravhu rayhon jannatin naimlardan ato aylagin. Parvardigor, orqada qolgan oilalariga, farzandlariga, nabiralariga, qavmi qarindoshlarga, butun xalqimizga o'zing sabr jamilni ato aylagin. Sening o'zingdangina mag'firatni so'rab, bugun muhtaram prezidentimizning oxirgi vidolashuv soatimizdagi oxirgi xayrlashuvdagi janozalarni o'qiymiz. Birahmatika ya arhamar rohimin. Saf to'g'rilab olamiz endi. Uni oling. Janoza marosimi nihoyasiga yetgach, minglab yurtdoshlarimiz vatanimizning birinchi prezidenti Islom Karimovni yelkalarida ko'tarib, uni yuksak hurmat va izzat ikrom bilan so'nggi yo'lga kuzatdilar.